Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Kimda-kim meni kuzatayotgan bo'lsa, mana men yana ertalab yuribman sayr qilib. Ob-havo toza. Ertalab juda bir toza ob-havo, salqin. Ko'chada odamlar ham kimdir yuguryapti, kimdir yurayapti. O'zini sog'lig'iga e'tibor qilganlar ertalab uyqusini bo'lib harakatda. Sizlarga ham maslahat beraman. Ertalab och qarnga 1 soat yursalaringiz kun davomida tanangizda tetiklik sizni tark etmaydi. Mana sog'liq uchun foydali. Azizlar, kuzatinglar. Kommentariyaga o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringizni beringlar. Albatta javob berishga harakat qilaman.